Do'stlar, tanishinglar, dokumentalniy brakonyer, vegetarianlarning dushmani Fayzil aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doston aka, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Bu aka mana shu Angus go'sht do'konini ish boshqaruvchilari. Aka, nimaga aynan go'sht biznesi tanlangan? Avvalambor assalomu alaykum Doston aka. Bu biznesga kirib kelishimizdan oldin karantin bo'lgan bilsangiz. Karantin hammaga ma'lum. Endi o'sha paytda hamma yo alg'u-dalg'u ko'pchilik biznesda bo'lgan. Shu paytda kelarkanda miyangizga shunaqa g'oyalar. Odam qanchalik jim o'tirsa, shuncha ko'p g'oya paydo bo'ladi, xo'p. O'shaning uchun o'sha go'sht biznesi, o'sha go'sht do'kon biznesi kelgan va uni amalga oshirganmiz. Xo'p, o'sha birinchi qadam qo'yganingizda necha pul sarmoya bilan ish boshlangan? Bu paytdachi bilsangiz adashmasam $15,000 shunaqa atrofida sarmoya bilan boshlangan. Hop, mana shu biznesda ochayotgan odamlarda qanaqa dokumentlar bo'lishi kerak? Eng avvalosi. Albatta bu do'kon ochayotganda avvalambor yakka tartibdagi tadbirkor maqomiga ega bo'lish kerak. O'sha yagona darchadan shunaqa ro'yxatdan o'tib olish kerak. Bankda hisob raqami bo'lishi kerak. Unaqa hozir qiyinchiligi yo'q. Hozir qiyinchiligi yo'q, chunki hozir hamma soddalashtirilgan, yagona davlat tizimiga o'tilgandan beri bunaqa ishlar unaqa qiyin emas. Oson bo'lib qolgan, bildim buni. Xo'p, mana sizlarniki aslında oziq-ovqat mahsuloti. Shunga yarasha qanaqadir SESdan yoki boshqa joylardan yana qanaqadir ruxsatnoma dokument bo'lishi kerakmi? Albatta, endi usiz bo'lmaydi, bilasiz. Hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlarining har xili chiqib ketdi. Albatta ishonchlilari, sifatlilari ham albatta uchrab turadi. O'z ko'rib turasiz ijtimoiy tarmoqlarda. O'shaning uchun bizani go'shtlarimizni shu qushxonada so'yilganda albatta veterinar nazoratidan o'tgan mollarni so'yamiz, sog'lom, avvalambor sog'lom. Bundan tashqari tuman o'sha SESda kelib turishadi, tekshiruvlar o'tkaziladi. O'zining maxsus kunlari bor, o'ziga belgilab qo'ygan kunlarda kelib tekshiruvlarni o'tkazishadi. Har bir sotuvchilarimiz metkin ishkaligi bor, hammasi uchotda turadi. Uchotda turishadi. Albatta. Mana shu tekshiruvlar, mana shunaqa do'konda har qancha vaqtda bo'ladi? Endi ularni o'zligini tamoyilli asosida olib borishadi, har doim kelib turishadi. Uni biz har doim o'sha standartlarga javob beradigan holatda, shay holatda turamiz. Biroz do'konimiz toza, shunaqa bo'lishiga hamma go'shtlar toza. Albatta. Fayzil aka, mana go'sht do'kon ochmoqchi bo'lganlarga joy tanlashda qanaqadir maslahat yo nimagadir e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bormi? Endi go'sht do'kon ochilayotganda asosan harakat qilasiz mijozlar ko'p bo'lishiga, mijozda ko'p aylanadigan o'sha bir ostanovkami, bir qaysidir ko'chaga kirib ketaverish, mana shunaqa joylar mo'ljallansa, albatta odamlarning ko'zi tushganda esiga tushadi yoki qo'shimcha mahsulotlar ham xarid qilishadi-da. Shunaqa joylarga hozir turgan joyimiz Iminna Guliston masjid yonida. Shu joy anchadan beri ishlab keladi. Shuni bizning joyimizni mana o'z uch qahramondan kirganda Chernevga keltirishdi. O'ng qo'lda katta oq masjid bor, ko'pchilik biladi. Guliston mahallada masjid. O'sha masjidning shunday yonida, Nafis to'yxonaning joyida, yonida joylashgan. Ko'pchilik bu lokatsiyani biladi. Bundan tashqari yonimizda ko'pgina oziq-ovqat do'konlari bor, xozaysinniy magazinlar bor, veterinariya aptekalari bor. Bu ham bir qulay lokatsiya hisoblanadi. Bu da shunday lokatsiya tanlangan. Xo'p, endi mana shu turgan joyimiz lokatsiyani inobatga olgan holda shunaqa joylarda arenda narxi necha pul? Arenda narxini men o'zi to'g'risi aniqini bilmayman. Bizani arendamizga keladigan bo'lsa, endi chunki birovning ishini endi aniq qilmaganmiz, bilmaymiz qayerda necha pulligini, hamma o'zi biladi baribir. Bizaniki sir bo'lib qola qolsin, sir bo'lib qola qolsin. Endi men surishtirganim natijalarda shu kvadrati $10 dan $15 shu joyda arenda bor ekan. Ha, shunaqa atrofda. Shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin mana shu do'kon necha kvadrat? Bizning do'konimiz taxminan shu 70 kvadratlar atrofida, 70 dan sal kamroq kvadrat joyda joylashgan. Go'sht do'kon ochayotganda necha kvadrat joy bilan ish boshlagan yaxshi? Endi har xil go'sht do'konlar bor-da. Misol uchun go'shtni o'zini sotishingiz mumkin. Undan tashqari go'sht mahsulotlari, ko'ryapsiz, bitta go'sht mahsulotlari ham bor. Qancha narsa bor. O'sha e'tibordan hamma o'ziga kerak kvadraturada savdo qiladi-da. Go'sht do'konda yana go'sht maydalaydigan ajinli xona bo'lishi kerakmi? Albatta, agar siz butun mol olib,
so'yadigan bo'lsangiz, ya'ni shu so'yib sotadigan bo'lsangiz, albatta sizga bunaqa xona kerak bo'ladi razdelka uchun. Aha. Chunki baribir go'shtni butun sota olmaysiz, maydalab sotiladi. Masalan, shu xonani hozir ko'rib, tanishib obzor qilib chiqamiz. Albatta. Marhamat. Bu razdelka siyaqda endi asosan kerak bo'lishi kerak. Albatta mana boltalar, har xil turdagi pichoqlar. Bundan tashqari mana kundamiz bor. Keyin ham minusga, ham plyusga ishlaydigan xolodilniklarimiz bor. Mana ko'ryapsiz, bu yerda misorovkamiz bor, go'sht maydalagich. Bundan tashqari arramiz bor. Ko'p mana xolodilniklarimiz bor. Hammasi har xil, mana tovuq mahsulotlari turadi, mol go'shtini har xil chaslari bor. Qo'y go'shti, undan tashqari shular uchun ham milisnovoy, ham plyusnovoy ishlaydigan xolodilniklarimiz bor. Hammasini alohida regirovka qilib qo'yamiz. Misol uchun kerakli gradus ushlab turadi. Ushlab turadi. Xo'p, mana shunaqa mana bu katta xolodilnik nech pul? Bu katta xolodilnikimiz aniq summasi esimda yo'q, lekin hozir taxminan ham aytolmayman. Men kichkina xolodilnikdan ayta olaman. Men mana xolodilniklarni $700 dan olganmiz. $700. Morozilka? Morozilkalarimiz $400, arramiz ham $400, $450 atrofida shunaqa olingan. Misorovka professionalniy misorovka. Bu katta turetskiy, o'zi ko'pchilik mana shunaqa sexlarda, katta sexlarda turetskiy ishlatiladi. Bular taxminan shu $700-800 atrofida yaxshilari. Xo'p, masalan, hozir yangi magazin ochayotgan odamlarga mana shunaqa uskunalarni yangisini olib ishlatgan yaxshimi yoki boshlanishiga bu ishlatilgandan bir yaxshi kачествоli olib qo'ysa ham bo'ladimi? Endi hamma o'zini dasmiya sarmoyasiga qarab ishlataveradi. Agar endi yaxshi yangi olsa-ku, yaxshi uzoqroq ko'proq ishlaydi. Keyin bizilib qoldi, ustiga olib tam unaqa kamroq. Mana shu payti mana shu bitta do'konda nechta odam ishlaydi? Bitta do'konda bitta sotuvchi ishlaydi, bitta razdelkada обязательно. Sir bo'lmasa, ularning oyligi nech pul? Buni oyligini men o'zim aniq bilmayman. Plus minuslari bor o'zi. Xo'p, nech puldan nech pulgacha oylik chiqadi bularga? Endi har xil, endi misol uchun kamroq ishlaydiganlar, ertalab vaqtli kelib, keyin vaqtli ketadiganlari bor. Hammasi yo'q, bo'lmasa ishchilardan o'zidan so'rab olyapti. Shunaqa qilsangiz ham bo'ladi, shunaqa. Okey, oyligingiz nech pul? Hozir ishlayaptilar, ular odamga qarayaptilar. Endi prosta men bu do'kon ochmoqchi bo'lgan odamlar bilish kerak, ishchi yonlaganda nech pul oylik bilan gaplashdi, chunki bilmaydigan odamlar. Hozir o'rtacha ish haqi kuniga shu 100 mingdan ham ishlaydigan ishchilarimiz bor. 300 ming, 250 ming shunaqa ishchilarimiz ham. Fayzul aka, mana shu Angus go'sht do'koni qanaqa reklamli platformalardan foydalanadi? Biz asosan platformalardan Instagram tarmog'i orqali, ijtimoiy tarmog'i orqali hozirgi kunda angus.tashkent nomi ostida yozib qo'yamiz. Albatta yozib o'tiladi. O'sha platformada reklamalarimizni joylashtirib boryapmiz. Bu yerda qanaqa reklamalar bo'ladi? Qanaqadir aksiya yo bo'lmasa nima asosan ko'rsatiladi Instagramda? Life hacklar yokida bir ko'ngilochar videolar ham bor ichida. Keyin qamrovli olib boryapmiz. Hozir shu Angusda qanaqadir aksiya bo'ladimi, bo'lmaydimi? Aksiyalar bo'lib turadi. Aksiyalar bo'lganda Instagramda albatta. Instagramda. Aksiyalarni qo'yavermaslik uchun Instagram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta. Lekin mana shunaqa bitta do'kon bir oyda nech pullik оборот qiladi? Men endi bunaqa savollaringizga javob aniqini bera olmayman. Bu aniq javob beradigan inson mana keldilar. Hozir mana so'raymiz. Jahon aka, siz mana shu Angus magazinini asoschi sifatida eng asosiy savolga sizdan boshqa hech kim javob bera olmas ekan. Shu bitta do'kon bir oyda qancha оборот qiladi? Do'kon endi har oy har xil sezonga qaramasdan mana shunaqa ishladi. Sredniy masalan bir yaxshi oyda bir oylik оборот qanchaga yetadi bitta do'kon, go'sht do'konniki? Go'sht do'konniki bir oyda o'xshab 300 million, 400 million shunaqa aylanadi. Mana shundan 300-400 million aylansa, necha foizi foyda sifatida qolishi mumkin? Foydaligi aniq summa lekin ko'rinmaydi bunda. Ko'rinmaydi. No, baribir qanchadir pul
оборotga aylangandan keyin bir pul qoladi-yu, nech pul mana. ishlashi mumkin. Mana shunaqa do'kon ochgan odam shuncha оборот bilan nech pul ishlashi mumkin. Qarang, bizning soha tubdan boshqa soha. Mana nimangiz bu sohani qanaqa sohaga tenglashtirib bilmayman misol uchun, lekin bizning sohani biz chakana savdo bizda o'zi misol uchun kiradi, chakana savdo kiradi. Lekin bu oziq-ovqat do'koniga qaraganda bu soha qiyin soha. Qaysi ma'noda qiyin? Misol uchun bitta mol oldi deylik. 250-300 kg mol oldi, so'yildi deylik. So'yildi, sotilyapti, yo ziyon bo'ladi, yo foyda bo'ladi bu mollar. Uni bilmaymiz. Allohga tavakkal qilib, bismillah deb biz ham boshlaymiz, sotamiz. Lekin alhamdulillah yaxshi ketadi ishlarimiz. Nimaga unaqa demoqchiman? Bitta mollar har xil mol, parodali mollar bor. Bir xil mollar yo'g'roq suvi bo'ladi, bir xil mol ingichka suvi bo'ladi. Chetdan kelgan mollarniki asosan yo'g'on suvi bo'ladi. Biz o'zi mesni ingichka suvi deydi bo'ladi. Ko'p anaqasi foizi ko'p bo'ladi отходga. Отход ko'p bo'ladi. Xo'p. Sredniy mana shunaqa do'kon ochib, bir oyiga shu 300-400 million оборотdan 10% dan 15 yo 20% gacha foyda qilish mumkinmi? Ya mumkin. Undan ham ko'p ham bo'lishi mumkin. Bu tavakkal ish. Tavakkal ish. Xo'p, mana shunaqa do'kon ochmoqchi bo'lgan yoshlar, masalan, shu narsaga qiziqadiganlarga siz tomondan ancha setga ega bo'lgan do'kon egasi sifatida qanaqadir maslahatingiz bormi shu bolalarga? Maslahatlar bor. Maslahat endi qanaqa maslahat? Avvalambor birinchi o'rinda joy tanlaylik, akasi. Birinchi o'rinda. Odam gavjum, o'sha aholi zichroq joy. O'zimiz mana jaydari joylardan ochib tavsiya qilaman. Оборудованиеlar mana shunaqa холодильникlar, morozilkalar olganda adash kerak emas. Adash kerak emas. Xo'p, masalan, boshlamoqchi bo'lgan mol tanlashda qanaqadir bir siz tomonidan tavsiya yo bo'lmasa qandaydir life hack degan narsa bor, molni qanday tanlanadi? Mol tanlayotganda iloji boricha shu yog'siz mol. Yog'siz mol. Mol yog'siz, iloji qora chiqadigan mol. Yo hozir molni misol uchun 115 ming mol so'yildi bugun. Bugun 115 ming mol so'ydi o'zimizda mesni mollar. So'yildi. 12 kilo, 10 kilo yog'ini olamiz biz. Qort olamiz. Misol uchun bitta mol 20 kilo go'sht qildi deylik, 20 kilo yog' qildi deylik. 20 kilo yog'dan 12 kilo tortib olamiz biz. Yog'ni tortib olamiz ki o'sha 115 ming yog'ni tortib olamiz, mol go'sht bilan birga tortiladi. Undan keyin 12 kiloni 115 ming 20 ming sotib olamiz, ziyoniga. Iloji boricha mana yog'sizligiga qarab olish kerak. Siz ko'p foydani o'sha tortib ketadi. Tortib ketadi. Xo'p, endi qolgan savollarni biz kutubxonada bersak. Dushanba ot bozor bo'ladi. Chorshanba kuni mol bozor, qo'y bozor, hamma chiqadi. To'g'ri, quyonchi bormi, savashi bormi, pistachisi bormi, hammasi chiqadi bu yerga. Hammasi shu yerda. Shu yerda bozor bor, katta bozor bo'ladi bu yerda. Har chorshanba. Har chorshanba shu. Mol olmoqchi bo'lganlar bemalol kelib olsa ham bo'lar ekan-da. Ro'zg'orga, boshqa joylarga mol, qo'y olmoqchi bo'lgan, sotmoqchi bo'lgan hamma shu. Hali bayram, Qurbon hayitda rosa sezon boshlansa kerak ham bu tomonlarda. Bo'ladi. O'zingizlar molni kim chiqib oladi? O'zingiz chiqib tanlaysizmi yoki boshqa bir odam bormi? Bozordan olmaymiz. Molni o'zimiz yaxshi tushungan bitta spetsialist qo'yib qo'yganmiz. O'sha odam o'zi tanlab, o'zi so'yib beradi. O'zi so'yib beradi. Ularga biz haq to'laymiz. So'yib beradigan, mana shu yerda so'yib berishadi. Bular har bitta so'ygan mol uchun nechta pul olishadi? Har bitta mol so'ygan uchun 200 ming so'm. 200 ming so'm. O'sha xalazinli, pichoq pul, общий. Общий shunaqa pullar. Hop, mollar hammasi shu yerda turadimi? Qoladimi? Mollar shu yerda keladi, so'ylagan mollar. Keladi, shu yerda qandaniladi. Kimga yoqqan molni hamma oladi, egasiga keladi. To'g'ri kelgan odamni kirgizib yuborsa ham bo'ladimi yoki bular o'zini odamlari kira oladimi unaqa joylarga faqat? Yo'q, xohlagan odam kelib mol so'ysa bo'ladi. Xohlagan odam kelib mol so'ysa bo'ladi. Hop, mana bitta mol, mana shunaqa sizlarda qanaqa mol so'yiladi asosan? Mana shularni mesni mollar deydi aka. Mana shular mesni mol. Buni foydasi ham yaxshi, go'shti ham yaxshi. Bu Surxondaryo mollari deydi. Surxondaryo mollari bo'lsa kerak menimcha bu mollar. Lekin go'shti zo'r shirin chiqadi bilan go'shti bor. Nag'zi ham zo'r chiqadi. Vixti ham yaxshi bo'ladi. Anaqa spreynasi, ya'ni masalan yo'qotishi bor, foizi. Foiz. Atxot ham bo'ladi. O'zimizning Toshkentning go'shtidan mesni, o'zimizning Toshkent mollaridan ko'ra Surxondaryo moli ancha yaxshi. O'zim yaxshi ko'raman Surxondaryo molini. Xo'p, farq qiladimi masalan yem yegan mol bilan, masalan qanaqadir ximikat yo bo'lmasa boshqa narsa yeb o't yegan molda farqi bormi go'shtida?
farqi bo'ladi. Bizda ham ximikat, unaqa ximikat hozir mollarda yo'q. Ximikat shu nima desam, shu bug'doy, arpalarni bizni ximikat deb bilamiz. Deb bilamiz degani dalada yurmaydi. Dalada yurmagan mol. Yurmaydi shunaqa. Lekin bu Surxondaryoda yursa kerak dalada, lekin Surxondaryoda yaxshini shurut bilan boqishadi. Shunaqa. Jahon aka, bitta moldan necha kilosi atxotga chiqadi ko'pincha? 60% bo'lsa 60% beradi deyshadi molni. Bitta molni misol uchun где-то nima qanaqa hisoblasa bo'lar ekan? 60% deganda 40% atxotda. 40% atxot bu kalla, oyoq, teri shunasi ichiga tushib ketadi. Hop, molda go'shtini narxi qanday hisoblanadi? Qaysi tomoni qimmat, qaysi tomoni arzon? Molni lahm shu sonlari, bo'ynlari qimmat hisoblanadi. Qimmat hisoblanadi. To'g'ri to'shlasan Arzonroq yuradi. Xo'sh, mana go'sht do'konini ham o'rganib chiqdik. Mana shunday go'sht do'konlar ko'payaversin. Go'sht do'kon ko'paysa, balki narx-navo arzon bo'lar. Yana narx arzon bo'lar ekan deb eshak go'sht sotib o'tirmanglar. Halollikda baraka. Siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz yangi biznes o'rganishda davom etamiz. Xayr.